Assalomu alaykum, Yapon olami kuzatuvchilari. Bugun so'z boyligimizni oshiramiz. Yaponcha so'zlardan yodlaymiz bugun. Xo'p, qani ketdi bo'lmasam. Atarashi, yangi. Furuy, eski. Chikai, yaqin. Toy, uzoq. Uye, tepa. Shita, past. Migi, o'ng. Hidari, chap. Akeru, ochish. Shimeru, yopish. Mana do'stlar, bugun qarab chiqdik yangi so'zlardan. Iloji bo'lsa 1-2 marta qaytadan eshitib, quloqlaringizda uje so'zlarga moslashtirirsalaringiz ham eshitish, ham talaffuzingiz oshadi, ham so'z boyligingiz. Sekin-sekinlik bilan yapon madaniyatiga, yapon so'zlari va ko'plab yangi ma'lumotlarni berib borishda davom etaman. Qiziqarli yapon tili kursimda ko'rishda, har kuni dars qilishda erinmang. Hammaga omad.